Assalomu alaykum obunachilar. Namangandagi kichkina obyektni bitirdik. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab kelishiga narxda borilaveradi. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz общий 800 ta обысовка qilib ketgan fasadiga. Bu yerda рабочий stol, moyka, gaz plita, 50 litrlik qozoni, bahorcha tortishlari. Chiroqda olmadingmi? Pasaytirchi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab borilaveradi. Bu yerda mangal, arzonli. Onisini ham ochib ko'rchi. Aloqaga chiqaverasizlar kimgadir qiziq bo'lsa. Vodiyda hozirda stollari, moyka, gaz plitalari metrini 800 mingdan, o'choqlarini 1,5 milliondan, mangalini 4 milliondan qilayotgan.